bozordan yuk olib kelasizmi, qurilishga yuk olib borasizmi yoki shahar ichida tezkor distributsiya qilasizmi, farqi yo'q. Hammasiga bitta universal bo'ladi. Eng asosiysi bu mashinamizni oylik to'lovlari atiga 5,5 million so'mdan. Kelinglar hozir bu mashinani bitta ko'rib chiqamiz. Eng asosiysidan yana bitta sizlarga zo'r xushxabarimiz bor. Aynan shu mashinamiz uchun sizlarga eksklyuziv taklifimiz bor. Videoni o'tkazib bo'lmasdan oxirigacha ko'ring. Qani bo'lmasam ketdi. Xo'p, bu mashinamiz tashqi ko'rinishini ko'radigan bo'lsak, aynan bu Jack X200 Tentley formati. Bemalol, masalan, qurilishga deysizmi, bozorga deysizmi yoki tezkor yetkazib berishlar deysizmi, yo masalan hozir aynan sezoni kuz mavsumida bilamizki, yig'im-terimlar juda ham ko'p bo'ladi. Dalaga mashina kirib chiqish kerak, dalada masalan mahsulotlar, sabzi, kartoshka, xullas nima borki hammasini yig'ishtirish uchun aynan mashinamiz juda ham qulay. Hozir buni bitta ichki holatini ko'rib olamiz. Agarlar buni qancha yuk ko'taradi deysizlarmi? Bu aynan 2 tonnagacha bemalol yuklar ko'taradi. 2,5 tonna ham bossiz bo'ladi, lekin 2 tonna maksimal yaxshi variant deb o'ylaymiz. Balandligi 1.76, enligi 1.76, uzunligi 3.10. Bu yerda o'zini maxsus idishi bor. Orqaga 13, oldiga 15 ballonlar taqilgan. Bundan tashqari o'zida ikkita zapas ballon bor, bitta 13, bitta 15. Bemalol ishlatsiz bo'ladi bu, dagatga bas, eslatib o'taman. Bizda qisqa reklama. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, endi qiziq joyi boshlanadi. Undan oldin like bosishni va kommentariyada oluvchilar qoldirishni, bizga obuna bo'lishni unutmang. Har qancha bu mashinamizga bemalol metan propan o'rnatsa bo'ladi. Tenti yig'ishtiradimi desangiz, ha, albatta, tenti yig'ishtiradi, shu joydan bo'shatasiz, oxirigacha shuni itarib qo'ysangiz, bemalol tentini barto'y qilib ishlasangiz bo'ladi. Mebel shakllarimizga ham juda ham qulay chiqib ketadi. Sababi masalan mebel toshishda ham yomg'irgarchilik bo'lishi mumkin. Qaysidir kunda klientga masalan yuk kerak bo'layotgan bo'lsa, yomg'ir yog'ayotganda tent shuni yig'ishtirib qo'yib, tentni ochib qo'yasizlarda, bemalol yuklayverasizlar. Agarda kattaroq ob'yomdagi bo'lsa, tentni yig'ishtirib qo'yib, bemalol yuklaringni bosib toshib sotgan qilsanglar bo'ladi akalar. Salonni odatdagidek 3 kishilik bo'ladi. Ushbu holatda 2 kishilik bemalol buni ko'tarib qo'yib 3 kishilik qilib ishlasangiz bo'ladi. O'zini kulishlari bor. Oldi tomondan ko'rib o'tganimizdek Jack X200 yon oynalari qiziydi, bemalol regrovka qilsangiz bo'ladi. Yana bir sizlarga ko'rsatib o'taman. Salonda konditsioner bor. Endi hozir konditsioner baribir hech kim ishlatmaydi demoqchi bo'lsangiz, endi baribir yil aylanib kelaveradi, yoz ham tez orada yana yetib keladi. Xuddi shunday baribir kerak. Baribir o'zbekchilik qishda g'amini yozda yeydigandek, yozda g'amini qishda yeyish kerak. Aynan xuddi shu holat uchun kuzda konditsionerda yoqib yuraverasizlar bemalol akalar. Rasxodlarga keladigan bo'lsak, zavod tomonidan 10-12 ta berilgan, lekin bemalol damnomametda 13 tagacha maksimal. Bo'lmasam, zavod aytgandek 10-12 tani yeydi. Qanaqa benzin quyish kerak? 80 bo'ladimi desalar, yo'q. Hozirchaga 80 bo'lmaydi. Taxminan bir 10-15 kilometr 10-15 ming kilometr yurgandan keyin 80 da 92 ga aralashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin maksimal 92 ni taklif qilamiz. Chunki baribir 80 benzin bu yil 2026-yilgacha yo'g'ib ketadi. Undan keyin 80 da baribir sifati past, aksani ham juda past bo'ladi. Birinchidan motorga ziyoni bo'ladi, ishlashlari qiyin bo'ladi, tortishlari juda ham sekin bo'ladi. Videoni shu joyga ko'rgan bo'lsangiz, o'tkazib yuborishga shoshilmang. Hatkancha eng qiziq joyi endi boshlanadi. Bundan oldin kanalga obuna bo'lib, kommentariyada oluvchilar qoldirishni unutmang. Xo'p, gapni cho'zib o'tirmaymiz. Bu mashinamiz narxi 255 million 360 ming so'm, boshlang'ich 30% yokida 76 million so'm bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Oylik to'lovlar aytib o'tganimdek 5,5 million so'm. Endi eksklyuziv taklifimizni aytadigan bo'lsak, ushbu mashinamiz siz boshlang'ich 0% bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Albatta, bu taklifimiz bilish uchun avtosalonimizga tashrif bering. Sizga menejerlarimiz to'liq ma'lumot berishadi. Albatta, avtosalonimizda kutib qolamiz barchalarni.